davolashga, amaliyotlarni ko'proq joriy etishga sizga avvalo birinchi navbatda kuch-quvvat, shijoat tilagan holatda men o'ylaymanki, bu laboratoriya mashg'ulotlarini davomli izga tushib borasiz va bu hammamiz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Birinchi kursman. Men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan Rex hali narsam sun'iy vulqon. Boshdan. Endi o'chirib bo'lmaydi buni. Harbiyda ko'proq qo'llanadilar, harbiy sohada bu. Unga tuzlab qo'ysak, ranglari ham o'zgarishi mumkin. Har xil ranggacha keltirishimiz mumkin. Uzun rangi o'tadi. Sekin o'tsin. Yashillashdi. Yuk bo'ladi. Bu yerda anaqa xavfli gaz chiqmaydi. Bu kislorod. Kislorod chiqayapti. Buni ustiga kislorod, vodorodni hozir holatdagini solamiz. Mana bu yerda oqsilanish, qaytarish reaksiyasi ko'payadi. Shunda shakar bilan sulfat kislota reaksiyaga kirishib, ko'mir rang hosil bo'ladi. Shamni yoqing. Mana Yaqinroq turing siz. Men olib boraman. Kirang nima vodoprovodga. Bir kishini oldi bitta. mana ko'rdinglarmi? Mana. Yana qaytaramiz, o'ringlar. Talabalar yordamida bor biza uni ishi. Ol. Mana Mamedova. Mana, ha. Mana. 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 Mana.